Akalar, Mr. Bean'ning mashinasidaqa skuterlar bor ekan. Akalar, biz Alp Motors'damiz. Bu yerda xohlagan turlaringdan bor ekan. Bunisini qaranglar, mana unisini. Eng originallar, so'nggi fasollari. Juda ko'pchilik oqtargan Yamaha, Honda bor ekan. Mana bular faqat bu ekan. Ya'ni bu degani 1000 kilometrdan 3000 kilometrgacha yurganlardan ham olib kelib qo'yishgan ekan. Akalar, narxlari $1000 dan $3000 har xil turlari bor ekan. Ya'ni o'zini fasoniga qarab, xohlasalaring, mana $200-300 dan boshlab u yog'i yo'qolashga to'g'ri 4 tonnali Alp Motors eng buqasi, pul topadigan motorollarimiz bor. Akalar, bular benzin, elektr nima bo'ladi, yo'lda qolib ketaman, cho'lda qolib ketaman deb o'tirmaysizlar. Assortiment haqiqatan ham zo'r ekan. Kelaverasizlar. Biz Qo'qon shahridamiz. Akalar, mana undan ozgina qolibdi. $50 dan shunday bonus qilib berishyapti ekan. Bundan olib qolinglar. Xullas, o'ydan mashinamiz turibdi. Bunga umuman kategoriya kerak emas, mashinamiz bor ekan. Akalar, bosaveramiz, Alp Motors'damiz. Akalar, ular gapiraman desa gap ko'p. Mana unisi mana o'sha Hindistondagi haligi tirtir bor, tirtirali motorollar bor, o'shandan ilhomlangan ekan. Akalar, xullas assortiment ko'p. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar.